Salom hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan musullarni titib obzor qilib ko'rsataman. Hazillashdim. Rahnamo MChJ xodimlariga yordam bergan holatda chiqindilarni, ya'ni musullarni bartaraf etamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Musullardan iltimos qilgan bo'lardik. Chiqindilarni qutilarga solinglar, iltimos. To'g'ri kelgan joyga ortib yoyib ketmanglar. Ko'rasizlarmi? Hamma yoq chiqindi, raso bo'lib yotibdi. Ahvol ko'rasizlarmi? Bu chiqindini hididan boshim og'rib qoldi, bor ishonasizlarmi? Bu Rahnamo MChJ xodimlariga katta rahmat deb qolamiz. Shunaqa sassiq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham ishlariga mas'uliyat bilan yondashmoqda. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Rahmat hammaga. Rahnamo MChJ xodimlariga qo'limdan kelgancha yordam berdim. Kommentariyada 1 dan 10 gacha baholang.